Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Mijozlar uchun video obzor, qanday ishlatish kerakligini Lifehack deng, lifehack. Lifehack. Yo'qlarimiz ochilyapti mana qarab. Xullas qarang, mijozlar. 7,5 motochilik mana motokultivator o'taltirmoqchi bo'lsangiz, bizga nima kerak bo'ladi? 80 ga 90 gepaytdan 2 litr, keyin bitta universal kerak bo'ladi. 15 ga 40 birinchi quyilish uchun, undan keyin apkatga qilganingizdan keyin qimmatroq yog' solasiz birinchi quyilishiga. Keyin esa 1 litr benzin kerak bo'ladi. Aytadiki, ana xamir tayyorlab olishga deb. Mana o gepaytni korobkaga 1 litr 8 ketadi. 2 litr solamiz. Lishnisi mana tepa qismida mana bu joy bo'ladi. Mana teshik joyi bo'ladi. O'sha lishnisini chiqarib tashlaydi. Hozir men qilib solib ko'rsataman. Yangi traktor o'taltirish jarayoni, xudolasa. Marhamat. Birinchi o'rinda bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Mana quyapmiz mana gepaytimizni. 80 ga 90 gepaytimiz quyamiz. Korobkasiga bu. Birinchi mavzu quyib bo'ldik. Ana endi ikkinchisi. O'zi asli 1 litr 8 keta 2 litr solinyapti. Apkatga qilingandan keyin 100-150 grammi o'shadan chiqib ketadi. Buni xavotirli joyi yo'q, qo'rqasizlar. Xavotirli joyi yo'q shunday. Bu korobka bo'ldi. Benzin olib kelmizroq. Yo'q solinga bo'lmaydi. Yo'q solinmagan. Bo'lmaydi mizroq. Benzinni qo'y, dinay. Bormi? Keyin buni solib bo'lgandan keyin buni yopamiz, korobkaning joyini. Yopamiz. Korobka bo'ldi, 100% to'ldi. Endi esa motorga. Bu korobka bo'ldi. Endi motor bu qismidan. Montajsiz ochiqda video bo'ladi. Bu motor. Motorni ochamiz. Boshdan anaqa qo'londa qog'ozlar bilan olib tashlaymiz. Keyin esa buni qo'yamiz. Yog'ni solamiz. Alo. Men hozir atfini oldim, hozir chiqaman. Hayır. Şu Şahbur Nesir'i to'lib chiqasdi. Mana shu turgan bo'lsa mayli. Bo'ldi o'shaga. Bo'ldi. Ichki rezas to'lgunicha yog' solish kerak. Hozir mana yuring hozir. Yo'q, endi mana. Yaxshi. Bu traktorimiz Termiz shahriga ketyapti, xolasa. Hozir bizga tayyor qilib mana jo'natyapman. Mana kameradan qaratasiz. Mana shu yog'i ko'rinib turishi kerak, mana shunday bo'ladi. Rezasiga. Xolasa. Bu endi motor qismi ham bo'ldi. Bu yog'ni olib borib apkatga qilib 15 minutdan 4-5 minut o'taltirib o'rtada 40 minut dam bergandan keyin bu yog' to'kib tashlanadi. To'kib tashlash jarayoni mana bu yerda o'ng kulish ketadi. Iloji bo'lsa turibga kulish bilan yechsangiz mana rezasini o'ldirib tashlamaydi. Yog' bu yerdan solinadi motorga, to'kib tashlash bu yerdan. Universal yog' bilan dalaga kiritish mumkin emas. Bu faqat apkatga qilish, motor ichidagi zariq musorchalarni chiqarib tashlash kerak. Zver brendimizniki. Zver faranlik mana O'zida original kepkalari ham bor. Zverimizda marhamat. Mijozlarimiz uchun. Bonusi o'ziniki. Benzin originalni toza benzin o'zi solinadi. 91. Endi buni aniq 91 91 bo'lishi kerak. Sariq ekanda. Bismillahirrohmanirrohim. Toza benzin o'zi solinadi. Bismillah. Ziyodroq benzin soldik, chunki yarim litrlar karburatorga yetib bormaydi. Iloji bo'lsa benzinni ayamasdan solish kerak. Buni yopamiz. Endi esa o'taltirilishdan oldin birinchi o'rinda Xalostoylik tekshiriladi. Xalostoylik tekshiriladi. Xalostoy bo'lmasa, skorida bo'lsa yurmaydi mana. Xalostoylik tekshiriladi. Undan keyin gazini hozir ko'taramiz. Gaz ko'tariladi. Mana bu narsa knopka, skors tomondagisi, dufta tomondagisi mana onga qo'yish kerak. Bu o'chib yo'qadigan knopka. Mana bu faraniki. Farani offga qo'ysangiz o'chadi, onga qo'ysangiz yonadi. Gazini ko'tardik, xalostoy qildik. Endi bu tomonga kelamiz. Mana bu narsa benzin ochiq turishiga passos qaytarilishi kerak. Passos motor qizib turgan paytiga bu yoqqa tursa ham o'taveradi. Sovuqlik payti bu yoqqa qo'yib, mana tortma, chiroyli ohista qilib Paralar ham yondi. holatda
15 minut, 20 minut o'taltirib qo'yib, malagazga o'chirib, kamida 4-5 marta benzinni sal ko'proq solib qo'yib, obkatga qilinadi. Undan keyin motor yog'ini to'kib tashab, keyin esa yangi yog' solib, dalaga kiritadi. Kamida 1 kunda roz obkatga qilish kerak. Endi haydalish jarayonlarini bir ko'rsataman. Faralari yonaman, ko'rishingiz mumkin. O'chirish mana. O'chdi.